eshitaman. Assalomu alaykum, Jasurbek aka o'zlarimi? Aha. Xayrli kunlar bo'lsin, yaxshimisiz, bezovta qilmadimmi? Aha. O'zimni tanishtirib o'taman. Biz sizga hozirda yaqinlaringizni tilaklarini yetkazishda xizmatda bo'layotgan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi, shu loyiha boshlovchisi Mumtozbegim bo'laman. Sizni bugungidek go'zal ayyomlar, shukronalik, shodiyonali kunlar bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Alloh xayrli qilsin, yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Bir inson uchun nimaki baxtlar, saodatlar bo'lsa, hammasini siz uchun tilakdoshmiz. Rahmat. Rahmat. Bugun bizning loyihamizga sizga atalgan tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomalarni bizning loyihamizga yo'llagan yaqin insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Bilmadim, jigarlar ko'pda qaysidir bergandim. Singillarmi, akalarmi? Albatta, ular ham tabriklayaptilar. Yana kimdan deb o'ylaysiz? Onamizdan da Yana? singillardan bo'ladi. Ko'proq tabrik. Albatta. Mayli, unda o'zim sizga yordam beraman. Ayni daqiqalarda barcha yaqinlar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi ana shu mehribon umr yo'ldoshingiz Xurshidaxon opa sizni bugungi go'zal ayyomlar bilan muborakbod etmoqdalar. Rahmat. Uyam bormi ekan? Eslashib ketdik. Nega unday deysiz? Hech qachon unutmaydilar. Ularga hamrohlikda farzandlaringiz Sardorjon, Suhrombek, Jasminaxonlar, dadajoningiz Saidqul aka, onajoningiz Jamilaxon opa hamda singillaringiz Shahloxon, Gulmiraxon opalar va barcha yaqinlaringiz nomlaridan ham qabul qilasiz. Mana rahmat hammasiga. Sog' bo'lsin. Ilohim, ularning sizga atalgan tabriknomalari bor. Agar ruxsat bersangiz, ushbu tabrik xatlarini sizga o'qib berardim, maylimi? Rahmat kattakon, marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va hurmatli bo'lgan ko'limga yaqinim. Men uchun aziz bo'lgan sultonim, yagona baxtim. Sizni bugungi qarshilgan yoshingiz bilan tabriklayman. Siz uchun dunyodagi eng qadrli bo'lgan yaqinlar baxtiga va albatta bizning baxtimizga ham sog' bo'ling. Umringiz xayrli va mazmunli bo'lsin. Umringizda go'zal amallaringiz xulqingizni bezab tursin. Siz meni chin va xayrli juftimsiz. Doim bir-birimizni to'ldirib, munavvar tog'lardek turmush kechirish nasib etsin. Bir yigitga nimaki baxt saodat bersa, hammasini sizga berib siylasin. Hayotda baxt, omad, muvaffaqiyat, mehr, muhabbat, quvonch, shodlik, saodat sizga hamroh bo'lsin. Rizqingiz ziyoda, yuzingiz yorug'. Vijdoningiz pok, ruhingiz xotirjam, hayot yo'llaringiz ravon bo'lsin. Boringizga behisob shukr. Birgalikda ahli oilamiz bilan Baytullohlarga, Makkatullohlarga borishlikni nasib aylasin. Shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Osmondagi oy yulduzni so'ramayman. Va'da beray, nomahramga qaramayman. Siz bo'lmagan baxtni baxt deb atamayman. Sizni sevib umrim o'tar mening bekam. Men gul bo'lay, gulzorimga bog'bon bo'ling. Tomchi bo'lay, to'lib toshgan ummon bo'ling. Baxt qasrimga qalqon bo'ling, qo'rg'on bo'ling. Sizni sevib umrim o'tar mening begim deya ushbu go'zal nomalarni ayolingiz nomidan qabul qilasiz. Sizni ham yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Hammalari sog' bo'lsin, e'tibor uchun katta rahmat. Nimaga hamma niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetib bo'lsin. Yana bir bor hammaga rahmat. E'tibor uchun.
Rahmat. Sizga salomat bo'linglar. Boringizga shukr. Qimmatli vaqtingizni biz uchun ajratganingiz hamda samimiy suhbat uchun rahmat kattakon. Xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat.